Hürmetli vatandaşlar, bugünkü liksiyelerimizi başlaymış. Liksiye de Sadakacı Rozu Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü İslah 2026 yıl 5. ayının 30. günü. Haftaki şembe vatandaş. Ben bugün sizlerge sözleydiğim liksiyeden aytqanda yoki vaziyet noqtai nazardan so'zlaganda mundaq bir cümle yoki bir cümlelik bir abzas qisqa xabarni vatandaşlarning ixtiyoriga topshiraman vatandaş. Yaponiya vaziri Sani Takaichi yadro qurollariga ega bo'lish jihatda so'z qo'yib berdi. Jungoning yuragi tepeden chiqib ketdi. Agar chiqiladigan bo'lsang, Yaponiyaga chiqilma. Dongsen Moliya xabarlari 5. ayning 30. kuni YouTube. Mana bu bugungi vaziyatimiz Yaponiyaning yadro qurollari, atom qurollari tutgan pozitsiyasi yoki Yaponiyaning harbiy ishlar davlat mudofaasi masalasiga tutgan pozitsiyasi. Mesela tegi-tekitini aytqanda Yaponiyaning asosiy qonunida tutgan pozitsiyasi desangiz bo'ldi. Buni qisqaroq so'zlaylik. Endiki vaziyatimiz bizning o'zimizning Uyg'urlarning vaziyati vatandaş. Bunun da mening bugun so'zlamoqchi bo'lganim mavzu Uyg'urning ziyolilaridan birisi Mevla Yasin. Mevla Yasin efendi bilan suhbat. Mavzunu üzem koyduğum vatandaşlar. Mevla Yasin efendi bilen sohbet. 2 gündür biri Mevla Yasin efendinin 2 parça makalesi veya ki torbetten aytqanda, video film şekilde aytqanda Liksiye mavzusu ki nama asıdaki 2 parça eseri. Birincisi, tuman içinde kalgan Uygur itikadı. İkincisi, Uygur vatanperverliğinin menbesi ve ifadelenişi. Bu 2 parça liksiyeni anladım, kayta anladım vatandaş. Bundan ben huzurlandım. Buna aytqan Mevlan Efendi'nin dikkat kılgan mavzu ve temelleri biz hazırlıqçı yoki bizden başka kim, qaysi bir Uygurumuz bu mavzularga, bu meselelerge özünün dikkatini ağdırgan emas. Mesela vatanperverlik, milletperverlik, mesela itiqat zada qandaqlasa. Fakat da dini itiqat mı? Yoki itiqat dese fakat dini itiqatning etrafında qaladigan gap mı? Ve yoki yana başka itiqat bormi? Mesela Mevla Yasin Efendi aytqandek siyasi itiqat, ilim-fan itiqadı. Belki qısqacha şunu yığınçaqlagan bo'lishi mumkin. Yani bunu turmuşning üzeki yoki turmuşning üzeki emas, üzekleri yoki turmuş mazmunining Uyg'ur turmushining, Uyg'ur hayotining taraf-taraflariga bir inson uchun to'g'rilab tatbiq qilib so'zlasak, yani itiqat xilma-xil bo'lishi mumkin vatandaş. Bu yerda itiqatning ma'nosi nimaga? Inson sifatida aqida qilgan narsa nima? Yoki aqida qilgan degan so'zning ma'nosi muhabbat bog'lagan narsa nima? Yoki sen o'zing kasbga aylantirgan va yoki sen o'zing oddiy aytgan qiziqishga aylantirgan va yoki hayotning yashashning vositasi, usul chorasiga aylantirgan narsa nima? Shu narsaga sening e'tiqoding nima degan gap. İtiqadın nima degan gap vatandaş. Şuna bugün ziyali, Uyg'urning ziyalisi Mevla Yasin Efendi itiqad meselesi 3 ayrıptı, ilim-fan itiqadı. Bunun da Uyg'urlarga mümkünlük yok. Çünkü mustamlika cemiyet Uyg'urlarni ilim-fan, hozirgi zaman ilim-fan savodi, hozirgi zaman medeniyeti, hozirgi zaman turmuş şekli ve usulü bulardan tamam ayırıp taşladı. Mustamlika tüzüm tamam ayırıp taşladı.
Məsələn, alaylı dərslik tüzüş qrup ali məktəblərdə. Məsələn, dərslik tüzgəndə qandaq məzmununu tüzüdü, qandaq məzmununu rədd qılıdı. Bu məsələ müstəmliki cəmiyyəti intayin ötkür məsələ. Yəni müstəmlikçi Xitay bək diqqət qıldıran nəsə. Gepim çətləyib getməsin. Yəni qayıtıb gələyli başqa Mevlam Yasin Əpəndi oturup koygan birinci mesele tuman içinde kalgan Uygur itikadı. Bu mavzunu acayip çırayla koyuptu. Mavzuu has aldı, mezmununu hem şundak çırayla sözlepti. İkisi maslaşıptı. Üçüncüsü diktor. Yani bunu leksiya kılganını, leksiya kılgıcı deklamasiya kılıvatkan efendimden avazımı acayip maslaşıptı vatandaşlar. Şundan biz bunu nemi deyimiz? Avazdan maslaşıp gelişi Mevla Yasin yazgan bu meselelerin jirik meseleler. Uygur cemiyeti, Uygur halkı, Uygur yaşları duç kilovatkan meseleler işgalliğine birinci kıtım kayıt kılımız. Ben bir su içi olay vatandaş. Mevla Yasin Efendi'nin ikinci makalesi Uygur vatanperverliğinin menbesi ve ispadılmışı. Biz bu noktada evvel dikkat kıldık ve cevap verdiğim birinci meselemiz Uygur vatanperverliği diye vatan nime? Vatan degen zadı nime? Biz bunu hem tar dairde düşünüşümüz hem keng dairde düşünüşümüz gerek. İkinci, vatanperverlik sendin, mendin nimi talep kıldı? Ya ki sendi itikadında başlayıtkandık, vatanperverlik itikadı bolsa bu vatanperverlik sendin, mendin nimi talep kıldı? Her bir Uygur'dun nimi talep kıldı? Onun için bunun ispadılmış şekli. Mesela adamlarla seviyesi okşaş olmaydı. Düşüncesi okşaş olmaydı. Şunu bu adamlar vatanperverlik, milletperverlik meselesi de köz karışı okşaş olmaydı. Şuna senin nezirinde vatan nime, benim nezirimde vatan nime, onun nezirinde vatan nime. Şu meselelerine berip takıldı. Biz endi bunu bugün Mevla Yasin bilen söhbet dedik. Bugün ben yazmış şekilde teyyarlaşka ülgüremedim. Ülgüremedim vatandaşlar. Ağzaki şekilde sözdeymen. Ağzaki sözlüğünde taze çunkur bulması mümkün. Veya ki ağzımızı bulup kalışım mümkün. Yani onu da ezip, bunu da temtrep diyendik. Mevla Yasin bilen söhbet. Mevla Yasin bilen söhbet bugün bu iki makalesi için eğer benim ihtiyarım bu iti. Ya ki şundak. Bugün ihtiyarım bu için bir baha versem, Angliyalık fiziki alemi, benim isim de kalışça, hele ki Meyb adamın ismi kimiydi fiziki alemi? Şu alemin baykışıca, tabiiyeti ya ki o alemde, o alem emez, muş alemde ya ki planetler ara, boğan bilim sahası da fizika, ilmi sahası da karı önkür. Karı önkür diyen bir şey talimatını ortaya koygan adam idi. Fizikada şu karı önkür. Ben şunda oylayman hazır 82 yaş kirdim vatandaşım. Avvalqılarını çıkarıp biteyliyiz. Biz cemiyette başka Uygurlar kandak yaşayan bolsa şundak yaşadık deyli çıkarıp biteyli. Biz endi üzümüz kılıvatkan, üzümüz kızıkıvatkan Mevla Yasin eytkandak biz üzümüz itikat dep düşüngen nersini üzümüz kançilik düşünümüz. Mevla Yasin eytipti o, üzü şundak, sözü şunu sorunda liki üzü kandak düşünür. Gep manımuşuya da vatandaş. Kandak düşünümüz. Vatanperverlik mi okşaşlı bir itikat siyasi manada. Siyaset manası da. Şundaklı itikad mı okşaşlı bir siyasi mesele, siyaset felsefesi vatandaş. Hazır Mevla Yasin'in şeraiti intayin toluk adam. Bu adam Xitay tili de polni.
Yani Xitay tilida Xitayning o'zidek so'zlaydigan odam. İkinchisi ingliz tilida polni. Hozir mush ikki til Mavla Yasinga qural bo'lsa, u holda mushunday maqolalarni yozishda, masalan, Xitoy tilidagi siyosat iboralari va hukmlari, kategoriyalari, masalan, ingliz tilidagi siyosat hukmlari, siyosat kategoriyalari to'liq foydalaniladi. Ya'ni ezib ketmay, o'zimning so'ziga qaytay, qara o'nkirdan boshlagan edim. Bugun Mavla Yasinning bu ikki parcha maqolasiga baho bersam, ana shu qora o'nkir. Uyg'urning e'tiqod tushunchasi o'sha qora o'nkirning ichida. Uyg'urning vatanparvarlik, millatparvarlik iddiasi, informatsiyasi ham bugun yani o'xshashla qora o'nkirning ichida. Texi buningda qutulib chiqadigan yo'q. Bugün hazır Mevla Yasin ta'kidlayotgan vatanparvarlik, millatparvarlik ve ilim itikadi, siyasi itikad, dini itikad, muş itikad tushunchalarning o'zimi Uyg'urlarning stihiyalik hareketi. Yani tabiiy o'rgangan hareketi. Kitobiy bilimlar emas. Kitobiy bilimlar emas. Chunki men boshda aytdim, ma'ruf yo'q. Biz Uyg'urlarni muşlarda onunla ayıplasak, mesela ben ayıplasam, Mevla Yasin ayıplasa, ya tanqidlasa, Mevla Yasin ayıplagan emasmi o köprekim ben ayıplasak, Uyg'urda ma'ruf yo'q. Şunlaşqa Uyg'urda her qandaq joyda, her qandaq sorunda kechirish to'g'ri. Endi bu yerda biz nimaga taynimiz? Özümüzün şəxsi ügünüşü, şəxsi qabilligimiz, şəxsi egallishimiz və şəxsi tushunchimiz bo'yicha ixtiyoriy holda, yani məcburlash yo'q. Dahi Uyg'urda davlat kuchi yo'q. Davlat kuchi yo'q. Tushunsak, bu masala Mavla Yasin o'tirib qo'ygan bu masala intayin o'tkir masala. Bugungi Uyg'ur hayotidagi jiddiy masalalar, jiddiy masalada qaralishi kerak bo'lgan masalalar. Şuna men aytaman, Uyg'urning tuman ichida debdi Mavla Yasin, men qora o'nkirning ichida. Uyg'urning siyosiy e'tiqod tushunchasi qora o'nkirning ichida. Uyg'urning vatanparvarligi, Uyg'urning millatparvarligi, ya'ni o'xshashla qora o'nkir ichida vatanda. Men shunday hukm qilaman. Bugun Mavla Yasinning ikki parcha leksiyasi anglab, men shu qaror keldim. 30 yıldan beri Amerika'da yaşayapman. Muş chet eldeki Uyg'urlarni tushunishim bo'yicha. Ularning fikr so'z harakatları qilayotgan gap so'zlardan boshlab tushunishim bo'yicha biz yana qora o'nkirdik odam. Qo'y Uyg'urlar, qora o'nkirdik Uyg'urlar. Uning vatanparvarligi, millatparvarligi, uning e'tiqodi, siyosiy e'tiqodi, diniy e'tiqodi o'xshashla qora o'nkirdik odamlar. Şunu ben bugün sözümde diye vallahi 3 ketim çekindim. Bu edebiyattaki, şiiriyattaki lirik çekiniş deseniz bunu da vatandaş. 3 ketim çekindim. Aşağı qarı önkür. Bugün Mevla Yasin özü fizikide okuyan adam. Bugün Mevla Yasin aşağı qarı önkürünün bir borcigiden tan nuri çüşkidek röcek açtı. Ben müşahede yani hissiyatımdaki bir işe hizmetini kılıp alayım ha. Eğer bugün yaşavatkan Uygur'un milli ong seviyesi, özünün kardeşi Kazakistan'daki Kazak'ın işçilik bolsa, bu şinçilik. Eğer bugün müşahede yaşavatkan Uygur'un milli ong seviyesi, millet ong seviyesi, Özbek ya Kırgız'ın ong seviyesilik bolsaydı bu şinçilik. Uygur, başqacha ish qilgan bo'ladi. Uyg'ur başqacha ish qilgan bo'ladi. Men xato so'zlagan bo'lsam tanqidlanglar. Men shunga bugun bu ikki parcha maqolani o'qib, Mavla Yasin qora o'nkirning bir burjigidan tong nuri tushadigan bir ro'jakni ochdi. Bu meseleler Uygur'un hayatındaki ciddi meseleler. Nim için ben yukarı misalını keltirdim vatandaş? Kerindaşlarının seviyesilik seviye bozuydu diye misalını nimiş keltirdim be vatandaş? Hazır etrafımızda buluvatkan işler. Etrafımızda buluvatkan işler.
Hammasi muşunga daxil. Hammasi muşunun asas. Mening muş ko'z qarashimni shakllash. Men buni bir-birlab aytamayman. Nemişqi desangiz, birisi uningga undaq ta'sir qilishi, bir fikrim buningga mundaq ta'sir qilishi, mushuning o'zimi bir xil andikish, mushuning o'zim bir xil odat kuchi. Uyg'urlarda eng og'ir narsa odat kuchi. Uyg'urlarda eng og'ir narsa odat kuchi. Boshda aytdim, ma'rif yo'q, tahlil kuchi yo'q, analiz kuchi yo'q. Uyg'urlardagi hozirgi kuch odat kuchi. Uyg'ur odat kuchining besim ostida, odat kuchining ta'siri ostida yashayapti. Masalan, bu maqolaning ikki parcha maqolaning birinchi parchasidami mustaqillikni eg'izga oldi Mavla Yasin Efendi, keyingisimi mustaqillikni eg'izga oldi. Biz endi abstrakt so'zlashdan konkret so'zlashning o'z maydonimizga qaytib kelaylik. Konkret so'zlaylik. Mustaqillik bir hukum, siyasi hukum. Siyasi hukum. İkincisi, mustaqil qurilgan davlatni asliga keltirish ham shundaqla ijobiy, ham shundaqla siyosiy hukum. Balki kurash falsafasining oldida turgan ikki hukum, ikki obyekt, biri mustaqillik, yani birisi davlatni asliga keltirish. Biz siyoset meydonida kurash qilyapmiz. Biz Amerika Qo'shma Shtatlar davlat majlisiga da'vo qilyapmiz. Mustaqillikning ma'nosi jang maydoni deganlikdir. Urush maydoni deganlikdir. Uyg'ur hozir urush maydoniga kirish, jang maydoniga kirish niyatida emas. Ham Uyg'ur jang maydoniga ham urush maydoniga kirolmaydi. Hozirgi zamonda urush maydoniga Uyg'ur kirolmaydi, jang maydoniga kirolmaydi. Uyg'ur buni urush bilan olamiz, jang bilan olamiz bugun. Hech bo'lmaganda 6-oy, 6-oyning 1-kuni, 6-oyning 1-kunigacha Uyg'ur buni deyolmaydi. Shunlashqa biz xalqaro da'voda Amerika Davlat Majlisiga da'vo qilayotgan odam ekanmiz. Amerika Davlat Majlisi 100% her qandaq joyda urushga qarshıdırlar. Urushga qarshıdırlar. Amerika o'zi urush kirdi Ironga. Amerika o'zi urush kirdi Iroqqa. Amerika o'zi urush kirdi Hamasga. Amerika o'zi urush kirdi Bin Ladenga, Afg'onistonga. İlacı yo'q. İlacı yo'q. Bu kishilarga o'zining usuli bo'yicha o'ziga shunday javob qaytarmoqdan boshqa iloji yo'q. Shunga Amerika Qo'shma Shtatlari shu davlatlarga urush bilan muomala qildi. Biz tinchlik ichida siyosat yo'li bilan masala hal qilamiz deganda bu bizning qo'limizdan kelmaydi vatandosh. Uyg'urning qo'lida bir varaq qog'oz bor. Uyg'urning qo'lida bir tal qalam bor. Uningdan boshqa hech nimasi yo'q bu mazlum millatning. Uningdan boshqa hech nimasi yo'q. Uning ustiga da'vo desa, da'voni men sizga tushundiray Uyg'ur xalqi. Da'vo Amerikada qildi. Amerikadagi da'vo qilamiz. Buni Amerika bir taraf qiladi diplomatik yo'l bilan. Biz mana shunday tushuncha bilan qurilgan davlatimizni, 3-qatim qurilgan davlatimiz, 1-qatim qurilgan davlatimiz 1865-yil Yoqubbek davlati. 2-qatim qurilgan davlatimiz 1933-yil Sobit Domilla davlati. 3-qatim qurilgan davlatimiz Ahmadjon Afandi davlati. Biz oxirgi jumhuriyatni esliga keltiramiz deb kurash qilyapmiz. Biz oxirgi jamiyatni, davlatni asliga keltiramiz deb Oqsaroyga, davlat majlisiga xatma topshirib bo'ldik. Biz bu jarayonda men Uyg'ur deb turishdik. Men Uyg'ur dem O'rta Osiyodagi hamma alay-balaylarning hammasi oladig'ini elib bo'ldi, mustaqilligini elib bo'ldi. Bir Uyg'ur qoldi. Yordam qil Amerika. Yordam qil Amerika deb Amerikaga keldi.
Şuna men aytaman, mustaqillik bu jang maydonida kuchdi. Bir hukum, bir siyosiy hukum. Qurilgan davlatni asli keltirish bir siyosiy hukum. Mustaqillikning xalqaro asosi yo'q. Men dedim, o jang maydonidagi ish. Xalqaro asosi yo'q. Sening mustaqil bo'lishingni qo'llayman. Men mustaqillikni qo'lingda deydigan xalqaro asosi yo'q. Hech kim sana chang to'zon qo'ndirdigan, qo'ndurmaydigan va yoki pudab turdigan yoki supurib turdigan bir holat emas. Sening bu mustaqilligingni maka nima deyapsan deydigan kuch yo'q, hech kim anglamaydi. Avara bo'lma efendim. Endilikda biz nima deymiz? Davlat nasib keltiramiz. Xalqaro asosi bor. Uyg'ur 3-chi qatim qurilgan davlat Yalta konferensiyada bir taraf qilib etildi. Uyg'ur 2-chi qatim qurgan, 3-chi qatim qurgan davlat Moskva konferensiyada bir taraf qilib etildi. Moskva konferensi Rus Xitoy o'rtasidagi shartnoma. Yalta yig'inidagi shartnoma. Mushular qatorida yo'q qilin. Shunga xalqaro asosi bor. Tarix oxirlashdi. 80 yillik tarix oxirlashdi. Prezident Donald Trump hukumati 80 yillik tarixni varaqlayotdi. Varaqlab 80 yillik tarix qarab chiqyotdi. Mushu kunda biz ham har davlat hukumatlari, Amerikaning har davlat hukumatlari qarayotdi. Mushu uchun biz uchun fursat. Biz 2-chi qatim, 3-chi qatim qurilgan jamhuriyatimizni asliga keltiramiz. Onandaki 100 ming kishilik askariy qismni asliga keltiramiz. Uyg'uriston davlat apparatini sho'pati asliga keltiramiz. Davlat apparatini asliga keltiramiz va uning iqtisodiy qurilmasini, iqtisodiy apparatini asliga keltiramiz va uning territoriyasini, davlatning territoriyasini so'qinsam, muqimsam bo'yicha 1 metr, 2 metr sam bo'yicha hech qanday bir tarafga berib etmay asliga keltiramiz. Davatimiz mushunda qildik, mush yo'lda mangdik, mushunda so'zildik. Biz bugun davlatni asliga keltiramiz. Mustaqillik deb to'lashning xalqaro asosi yo'q. Davlatni asliga keltiramiz deb to'lashning va bu yo'lda ishlashning xalqaro asosi bor. Bu o'tirdagi farq mana shunchalik farq. Mana Mavla Yusufimiz o'tirib olibdi. Men bugun konkretlashtirib, sharhlab turib, do'stlarga tushuntirib o'taman. Farqlarmi shu, ishlarmi shu. Lekin vatanparvarlik to'g'risida Mavla Yasinning yuqoridagi so'zlagan so'zlari falsafiy qimmatga, siyosat qimmatga emas. Falsafiy qimmatga, siyosiy falsafiy qimmatga. Bu e'tiqod to'g'risidagi. Men dedim, Uyg'urlar nima ish qilmoqchi masalalarda chunqur o'ylay oladigan, yoki shu masalalarni bo'ylab ishlay oladigan, yoki shu masalalarni bo'ylab fikr qila oladigan darajada emas. Ma'rif yo'q. Ma'rif yo'q vatandosh. Uyg'urda ma'rif yo'q. Shunlashqa Uyg'urlarda bu narsani tushunish va uni tushuntirish. Hozir tushuntiramiz deb so'zlasakmi bu behuda avvar. O tushunadigan tuproq bo'lish kerak. Ya'ni ongli saviya bo'lishi kerak. Buni tushunadigan, hazm qila oladigan ongli saviya bo'lish kerak. Shu vaqtida bu ish taxmo yuksakka, taxmo chunqurlikqa, taxmo kenglikka qarab taraqqiy qiladi vatandosh. Orandakan hukmimiz Mavla Yasin efendi ba'zi misollarni keltiribdi. Masalan deydi, 11 bitimga imzo qo'yding. Lekin sen aeroplanga o'tirib, Bayqal ko'lida ketib etib, egizlikda ketib etib, aeroplandan tushib o'lgan. Men hozir so'zlab o'tdim, hurmatli Mavla Yasin hukmimiz. Siz bu masalani faqat tor doirada kuzatyapsiz. Uzun bir men sizga diqqat qilib kelyapman. Bu to'g'ridagi gapingizga diqqat qilib kelyapman. Tor doirada tushuntiryapsiz. Naman tor doir deganda Urumchi shu vaqtga bitim imzolagan Urumchi mushu makon ichida tushuntiryapsiz. Kengroq bo'lganda shu vaqtda bitim imzolagan Uyg'uriston yoki armiyasi va askari va sapga turgan, marshni tovlagan. 11 bitim imzo qo'ygan. 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 11
armiyasi var, bir hükümet aparatı ornunu dasturib mustaqillik jakarlaganda oxiri kelib bitimga nimishga imzo qo'ydi. Men hozir so'zlab o'tdim. Mavla Yasin hukumat xalqaro cho'ng davlatlar bitim dedi, bitimga keldi Ahmadjon Qosimi. İmza qo'y dedi, imzo qo'ydi Ahmadjon Qosimi. Masalan, Ilhom To'ra surgun qilindi. Masalan, Ahmadjon Qosimi aeroplanda o'ldi. Mushuning farqi uchun sizga yana bir leksiya kerak bo'ladi. Mavla Yasin yana bir neyse. Nemishqa Ilhom To'ra surgun qilinib Toshkentga elib ketildi. 95 yoshgacha yashadi. Nemishqa Ahmadjon Qosimi mashina aeroplanga chiqdi. 35 yoshida qazo qildi. Men mashina selektor bir so'zlab bersangiz-ku. Ondan keyin men mushu asosda yana qayta anglab, yana men qanday savol keldi o'zim tushungan yoki tushunmagan, yoki sizning tushuntirib berishingiz kerak bo'lgan. Mushundaq ahvol ostida men sizga bu yozma shaklda savol qo'yishim mumkin. Tabriklayman sizni uka. Mavla Yasin efendi. Mush ishga pocha maqolangiz uchun sizni tabriklayman. Sizga berilgan bahoyim shuki, mening yoki qalam tutgan odam sifatida juma, boshqa odam emasman. Faqat qalam tutgan odam. Qalam bilan ishlab kelayotgan odam. Mushu odam sifatida sizga berilgan bahoyim boshda aytdim. O'zim chiroyli o'qitish bilan aytdim. Angliyalik fizika olimi qora o'nkirni kashf qildi. Bizni Mavla Yasin bugun ikki parcha maqolasi orqali qora o'nkirning bir burjigidan tong'lari tushadigan ro'jak ochdi. Chunki Uyg'urlarning e'tiqodi tuman ichida qoldi. Chunki Uyg'urlarning vatanparvarlik, millatparvarlik ong saviyasi tuman ichida qoldi. Bugun birinchi bo'lib Mavlon Yasin efendi ro'jak açtı. Qara o'nkirdan ro'jak açtı. Benim keltirgan bazı misollarimiz varki, onu bir yerda birga elib yurishimning, bir yerda so'zlab yurishimning hojati yo'q-ku. Rahmat sizga, Mavlo Yasin efendi. Endi mushuning ichida yana o'zingiz mavzu tepishingiz mumkin. Agar mening vaqtim yetsa, mushuni saqlab oldim ikki parcha maqolangizni. Oshani qayta o'qish orqali yana undan paydo bo'lgan savollarni sizning oldingizga qo'ymayman. Mavla Yasin efendi. Muşlarning hammasi mayli diniy e'tiqod, mayli ilm-fan e'tiqodi, mayli siyosiy e'tiqod. Mayli vatanparvarlik, millatparvarlik yoki ifodalanish shakli. Muşlarning e'tiqodi bu bir ish, bir millatning oldidagi ish, millatning siyosat inqilobi. Hozir biz chet elda qilayotgan inqilob tinchlik ichida siyosat yo'li bilan hal qilish. Hozirgi vaziyatni ko'rsangiz, shu yer ketayotganligini his qila olasiz, Mavla Yasin efendi. Hozir to'liq his qilishga huquqliksiz, Tayvan to'g'risi kishini bilib turibsiz. Nimishqa bundaq bo'ldi Tayvan to'g'risi ko'z qarashlar siyosatda o'tirgan. Nimishqa farqli o'tirga chiqdi degani uchun o'ylaysiz. Shundan deysiz Mavla Yasin efendi. Bunu şuluk tushunasiz. Sizning bu temingiz hozir nega bordi? Huquqshunoslikqa bordi. Sizning bu temingiz nega bordi? Qonunshunoslikqa bordi. Sizning bu temingiz nega bordi? Siyosat falsafasiga bordi. Kurash va kurash falsafasiga bordi. Davlatni asliga keltirish. Biz 3-qatim qurilgan Jamhuriyat Uyg'uriston Jamhuriyatini asliga keltiramiz. Onu davlat aparatını asliga keltiramiz. Chunki buning xalqaro asosi va shunga bizning qilayotgan ko'rishimiz yo'lliq kurashdir. Herkes mustaqillik deb davrangizda vaqarab qalaymagan qilmaymiz bu safni. Tartib bilan. Bir elde agar bir millatda tartib bo'ladigan bo'lsa, oldi bilan tartib bo'ladigan bo'lsa, hech tartib bo'yicha bo'ladi. Mavla Yasin efendi, sözlerimiz yaman to'la, siz yezing, men sizning yozganlaringizni bir tahlil qilay. Mana bugun mavzu qo'ydim. Uyg'urning ziyolisi Mavla Yasin bilan suhbat. Marhamat yigit. Qo'llaymiz sizni.